Necha oy buni sirovga turadi? Sanga yo'q. 3 oy turar ekan. Hamma yo'g'iga garantiya beryapti. Apparatlariga bu Xitoy bo'lishkasi Toshkentda chiqarilyapti. Juda ham ommabop bo'lgan. Shu liniyada chiqadimi hammasi? Ha, shu liniyada chiqadi. Bu liniyamiz 5 xil nimadan apparatdan iborat. Birinchisi diskka tahlaydi, o'zi avtomatik bu razmerga kesib beradi, bu yerda urib beradi. Bu tomonidagisi nachinka quyib berib turadi, mayda turib. Nachinka quyib beradi. Bu apparatda keyin bu yerdan xamir chiqadi-da, bunga kirib to avtomat bo'lib chiqadi. Shunday ekan, bunda 5 ta komplekt bo'ladi deyapsiz. Yana nimalar qo'shib berasiz buni olgan odamlarga? Bu olgan odamga testmishalka, pechka, vinkel pechka qo'shiladi buni komplekti. Lekin srogini uzoq ushlab turadigan qo'shimcha apparatimiz bor. U 4 xil narsa bo'ladi, 4 xil apparat bo'ladi. U ham komplektda. Lekin upakovka apparat bo'ladi. 600 talik lentali upakovka bo'ladi. Ichiga havo haydab turadi. Shular ham qo'shimcha bo'ladi. Hamma yo'q komplekt ichida. Agarda o'zida, egasida pechka bor desa, uni chiqarasiz. Pechka bor desa, pechkasini narxini kamaytiramiz, narxidan tushib beramiz. Agar mishalka ham bor desa, yana ham arzonroq bo'ladi. Upakovka apparati bo'lsa, yana ham arzonroq bo'ladi. Ko'p tadbirkorlarimizda puli bor, lekin nima ish qilishni bilmayapti. Shularga polni o'rgatib, hamma yo'g'ini komplektda qilib berasiz. Noldan boshlab hamma yo'g'ini olib borib, o'rnatib ishlatib beramiz. Buni olib borib, o'rnatishni bilmaydigan odamlar qanday qiladi? Biz o'zimiz o'rnatib, retseptlarini beramiz. 1 oydan 3 oygacha turadigan retseptini beramiz. Bo'lsa, shu 3 oy turaveradi. 3 oy hech bola bo'lmaydi. Mog'orlamaydi ham, qatib ham qolmaydi. Mana yumshoqligini ko'ryapsiz mana. Yumshoq. Mashinaga mana 3 oy bo'lgan chiqqaniga. Mana yumshoq. Juda ham ajoyib. Hamma retseptlarni beramiz. Qo'shadigan vitaminlarni ham o'zimizdan oladi. Ichidagi nachinkalarigacha o'zimiz qilib beramiz. Mana nachinkalarni bozordan arzon qilib beramiz. Bozordan arzon qilib berasiz. Bozorda 17 ming bo'ladigan bo'lsa, biz 13 ming so'mdan yetkazib beramiz. 4 mingdan arzon bo'ladi. 4 ming arzon bo'ladi nachinkasi ham ichidagisi. Ancha ekonomik. Bu liniyani sizdan olmasdan Xitoy davlatining o'zi olib ketib ishlata olmayotgan bo'lsa nima qilasiz? Ishlata olmayotgan bo'lsa ham retseptlarni borib, xizmatimiz bor, o'rnatib ishga tushirib beramiz. Shu 3 oy turadigan retseptlar qilib beramiz. Juda ham yaxshi. Birovlarga ham bera olasiz nachinkani. Nachinkani kim so'rasa berila oladi. Lekin 3 ta 4 ta davlatga olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga olib borib o'rnatib ishlatib beramiz. Juda ham a'lo, juda ham zo'r. SNG davlatdagilar aloqaga chiqarasizlar pastki nomerlarga olib borib o'rnatib, hamma yo'q garantiyalik retseptlarni o'rgatib qo'yaman deyapti. Vitaminlari, sirop cho'zadiganlar hamma yo'q ichida bo'ladi.